for the promise. I won't quit, keep going till I got it. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip the switch, never miss, man. Спасибо, брат. Хорошего дня. O, akajon, men bor uzr. Ustingizga to'kilmadim, ish Voy, qilib. hammasi joyidami? Nimadan kayf? Qo'z. Hammasi joyida, brat. Aniqmi? Ha, yo'q, aytishga-yu, brat, hammasi joyidki. Sizgacha bitta maslahatim. Mana bu meni vizitkam. Mabodo yordam kerak bo'lsa, telefon qilasiz, xo'p? Bo'ldi, brat. Kim o'zi? Amil ko'rmaysizmi? Bittasi aqllichilik qilyapti. Psixologmi, addiktologmi? Kim bu xuyozda? Короче, bu motivatorlar ham ko'payib ketgan hozir. Ket. Kerak emasa, Ukam menga qara. o'ladi. Hozir men grev qilaman. Keyingisiga ketik ulamasak bo'lmaydi. Kam bo'lib qoladi-ku. To'g'ri, lekin xo'jayinimdan hozir tortib ko'raman. Tortib ko'rgan u qizlar ham bor-a. Ularni ham chaqirish kerak. Vashib bayram bo'ladi. Ukam. Davay, bitta harakat Bo'lsa, addushi bo'lsin, ha. Ha, so'rab ko'rchi. Kutib turaman seni. Harakat qilaman. Davay, senga ishondim. Hal bo'ladi. Hal bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q-ku. Hozir tashlab oling, kiraman. Bo'pti. Bo'ldi, asabimiz magan. Aytolmanu. Hal bo'ladi. So'kinmagan miya ichib bossin. Hormaylab oldi. Charchamayapsizlar. Assalomu alaykum. Qani qizlar, hormaylar berib qo'ysa ketib Yaxshimisiz aka, hormang. Usta keshatdamida? Ha, ichkaridalar, siz so'ragandilar. Bir gap bo'lar. Mayli. Shepim, o'zlaridamilar? Ye, kesillar. Noto'g'ri tushunmaydigan umiddaman yana har doimgidek. Hormaylar aka, Va alaykum assalom. qalaysiz? Yaxshi kelib qoldingmi? Jay yomon emas lekin, jay yaxshi emas-da, shep. Nimaga? Nima bo'ldi? Shu sizga tushuntiradigan bo'lsam, nimani tushuntirishga ham xijolatda odam. Yana muammoda. Shu Nima muammo? Oilaviy muammoda. Aytishga ham odam xijolat. Taqalgani shu yana finansga, pulga taqalyapti-da. Endi imkon bo'lsa, men oy oxirida beradiganingizni avans qilib bera olmaysizmi? Bir qismini hatto demoqchi edim. Pul yo'q xullas. Yana o'sha gapmi? Ustaga, qandoq ishimga yarasha so'rayapman-ku mana. Shuncha bolang ichidan hamma birdek ishlayapti-yu, ko'ryapsiz. Prosta menga klient kamroq bo'lganiga shunaqa ajratib qo'yapsizmi hozir, shep? Ular oyligini olib yuribdi. Chunki ular joy-joyida ishlashyapti. Vaqtida kelyapti ishxonaga. Mijozlar bilan ishlash hammasi yaxshi bo'ladi. Bitta sandan tashqari. Ko'chadan tortib kelmayman-ku, endi klient bo'lmasa. Ko'chadan odam kiryapti-yu. Faqat sen o'zing ishlashni bilmayapsan ular. Xapalashib qolmaylik, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsa undan ko'ra. O'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshi yetib. Harakatdamiz. Omon bo'larsiz. Sog' bo'lasan. Qarang, siz jahldor bo'lib qolma, motivatsiyam yo'qolib ketyapti. Qiziqishim yo'q deyapsiz. Aslida tabiatingiz unaqa emas. Anu berahim inson emassiz. Juda ham yaxshisiz. Ko'p iste'mol qilganingizning natijasida shunaqa narsalar kelib chiqqan. Hozir men sizgacha misol qilib tushuntirib beraman-da. Bu o'zi qanaqa ishlaydi? Misol uchun, sennislaringiz bor, pulga almashmaysiz. Iymoningiz bor, mana men nech pul bersam, siz menga bermaysiz. To'g'rimi? Aytaylik, iymon deylik. Yo bo'lmasam oila, maqsad, umur, vaqt bo'lsin bu narsa. Oldin shu narsalar hammasi sizda bo'lgan. Prosta men bu narsa kirib kelgandan keyin, to есть narkotik iste'mol kirib kelganidan keyin ma'maladan tepasiga chiqib qolgan.
Tushunyapsiz, to есть birinchi har doim narkotik bo'lish kerak, keyin uje oila, maqsad, pul topish, ishlash, iymon, mana shunaqa narsalar. Endi hozir bu narsalarni siz bilan olib tashlaganimizni hisobiga mana narsalar sekin-sekin yana tiklanishni boshlayapti. Boshlanishiga juda ham qiyin, juda ham tushkunlik holatlari bo'lishi mumkin. Bu normal holat, tushunyapsiz. O'shaning uchun sizga eng bera oladigan zo'r zadaniya keyingi safar kelishingizga 10 ta iste'mol tufayli nima yo'qotdim. Mana shu savolga yozib keling. O'shandan keyin razbor qilamiz hammasini. Atak hozir ketishingiz zo'r. Xo'p. Hech bunaqa tushkunlikka tushmang. Xo'p bo'ladi. O'shaning uchun nima savol bo'lsa bemalol telefon qiling, ko'proq gaplashib turishingiz kerak. Hozir ketayotgan holatingiz juda ham zo'r. Shunaqa gaplar xullas. O'labek xola, keldingizmi? Ha, bo'ldi, hozir chiqaman. Shunaqa narsa ma'ruf, o'shaning uchun Mayli, aka, hech rahmat. xavotirlanmang. Sog' bo'ling. Bo'ldi, O'zingiz yuring, ehtiyot kuzatib qiling. qo'yaman. Ну что там? Bagajnik aka, paskuda bor-ku. Bermadi. U dedim, bu dedim. Nima qilamiz endi? Yo, total aylantirib yuboraymi? Yo'q, to'xtashi, hozir hal qilamiz. Assalomu alaykum, keling. Assalomu alaykum. Keling, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima Ha, muammo rahmat. bo'lyapti, keling? Ha, qizim masalasida keluvdim. Qizim ancha vaqtdan beri shu giyohvand moddalariga o'ralashib qolgan. Bundan oldin davolatib ko'rdik. Uyda o'zim ham harakat qildim. Lekin bo'lmadi. Oxirgi mana shu bir oy ichida juda ham o'zini g'alati tutyapti. Nima iste'mol qilayotganlarini bildingizmi? Qanaqadir so'l, Ko'rinishi qanaqa? Shu- Parashokmi, kukunmi? parashok, Aha. parashok ko'rinishida. 1-2 marta yonidan topib oldim. Kiyimlarni yuvganda chiqib qoldi. Oxirgi payt o'zini shunaqa g'alati tutyapti. Kontrol qila olmayapti o'zini. Atrofida mundo anu podozrительный oshna-og'ayni har xil Bor. tanishlar ko'payib ketmadimi? Tanishlar juda ham ko'payib ketdi oxirgi paytda. Har xil narsalar, o'g'irlik qilishlari, mana shunaqa narsalar paydo bo'lmadimi? Uydan hozir 3 kun bo'ldi chiqib ketganiga. 3 kundan beri yo'q qizim. Xabaram yo'q. Chiqib ketishidan 1 kun oldin shu uyda bo'lganda shunaqa bezovta bo'lib, u xonadan bu xonaga ko'ziga narsa ko'rinib, odam kirdi, odam kirib chiqyapti uyga deb shunaqa meni xavotirga soldi. Ha, mana shunaqa. Hozir qancha muddatdan beri kelmayaptilar uyga? Hozir 3 kundan beri uyga kelmayapti. Anu xarakterlarida qanaqadir o'zgarishlar bo'lmadimi? Juda ham Nimadir agressiv eshitib, bo'lib qolgan. nimadirdan qo'rqib, shubha, gumonga tushib Juda ham qolish. agressiyasini umuman kontrol qila olmayapmiz. Agressivni, yolg'on gapiradi. Uydan narsalar ham yo'qoldi, to'g'risi. Hattoki o'zim uyda qarashga ham harakat qildim. Boshqa joylarda ham davolatib ko'rdik. Lekin hech foydasi bo'lmayapti. Undan oldin o'zim ham uyda qarashga harakat qilib ko'rdim. Boshqa joylarda ham davolatdim, lekin hech ham foydasi bo'lmayapti. Umidim faqat sizdan. Iltimos yordam bering. Tushundim, keling, qarang, hozir menimcha ular o'zlarining xohishlari bilan kelmaydilar. O'shaning uchun Yo'q. agar siz ruxsat bersangiz, biza majburiy olib ketib davolashimizga to'g'ri keladi. Men roziman. Ozgincha muddat biza bilan qolishlari kerak. Xo'p. O'sha Telegramda yozishganimizni uyga borishingiz bilan lokatsiya rasm tashlab yuborasiz. Xo'p. Keyin biza bo'ttinglar bilan gaplashib, o'zimiz majburiy olib ketamiz. Shunaqa Xo'p, qilsak mayli, bo'ladimi? bo'ladi. Rahmat. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Cho'tkisi. Ketdi, brat. Haydayapman-ku.
Ketdi. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Yaxshimisan? Zo'r. O'rtog'ingga telefon qil. Nimaga kech qoldinglar? Bo'ldi, hozir Bo'pti, qilaman. mayli. Hozir chiqadi. Chiqib turibdimi ya? Dada kutib turibdi o'sha yerda. Hammasini hal qilib qo'yganman. Buncha kech qolib ketdinglar-yu. Probka, probka. Probkani ko'rmayapsanmi? Bo'ldi. Olish ham qiyin bo'ldi-da ana uni o'zi. Ana yig'lab ham oldik. Yaxshimisiz? Qalaysiz endi bizlar? Mazali mazami? Kalkatlar joyidami? To'xtab turinglar. Men shunda o'rtog'imga telefon qilib Bo'ldi, qo'ying. bo'ldi gap yo'q. Bu yoq qiziq bo'ldi. Mayli endi 1 minut, 2 minut emas. Allo. Komi, yaxshimisan? O'qishdamisan? Menga video yubor. O'qishdan video yubor. Uydagilarimga jo'natishim kerak. Agar uydagilarim so'rab qolsa, men o'qishdaman. Qanaqa kiraydi? Qizlarjonlar, uyda muammo bo'lmaydi deyman-ku. Bo'ldi. Mendan bitta ko'ring. Okadam. Yo, qizlarga. Qizlarjonlar, qani kiringlar, qizlarjon. To'g'rimi? Chotki. Nechota boshladingmi? Qizlarjonlar, gap ko'paytirmaylik-da, undan ko'ra siz mana buni yasang. Master class ko'rsating, bitta meni xabarim yo'q-da, prosta. Cho'pa-cho'p. Siz Ha, mendan bo'ldi-da, yaxshi. albatta. Meni xabarim bor-da, hamma narsadan. Bu senchi? Mani ham suvim bor. Qolib ketmadimi? Lekin mani. Ya, qarang do'mayu ya. Michael Jordan bor-ku. Tayyor. Главный sizlar shetdasizlar-yu. Bizga master o'xshadimi? class ko'rsatib beryapsan. Galma-galdan kelinglar. Birinchini maydalab olsang bo'lmaydimi? Mayalmog'iz ur. Nima? Men birinchimi? Yo'q-ey. Okey? Sizlardan keyin, sizlardan keyin. Qani? Qani qizlardan bo'lsin? Ol. Okam, gentlemensiz-da. Qo'ymaysiz. Yasashga Ahvoling bog'liq. qalay? Voy. Ay, sen zo'r yasar ekansan. Voy, she berta javotdi-yu, okey. Sanga ham sepamiz. Hali qo'lingizda ko'p qotib qoldi-da. Turmasin, quruq ko'rgansizlar-yu, aylantiringlar buni. Endi sizlar 1 minut tishini ushlab turasizlar. Hali sizni poddeshga qo'yardik-ku. Hozir. Yaxshi ekan-a? Hoy, jam. Sekinroq gaplashib olsin. Jon, Qayerda siz qachon kelasiz? miyaga chiqurmagin, ishdaman dedim-ku senga. Tugaydim, o'zi uyga ham Voy, конечно, voy. Aldamayman. Voy, sani alda bo'ladimi? Sani aldagan kuni men singan kunim. Ishdaman, unaqa shubhalanurmagin. Ham ishda bo'lasizmi? Bo'ldi. Bo'ldi, gaplashamiz, bo'ldi.
Qo'yil. Девчонки, pechonki, zerikib qolmadinglarmi? Zerikdik. Nima gap, ukam? Oilada yoki, bilasiz. Bo'lmasa siz bilan o'tirib o'tirardim. Men bilanmi, bular bilan? Uxlab qolmaguncha yo, imini siz bilan. Oka bilasiz, chista zakay. Yaddish. Sinov o'z yo'liga. Endi Gap yo'q, ukam. menga bitta yasab beringlar, shu yo'q demasanglar men shu bilan ketaman, oka. Ha, nega? Svitoy deb oila kutib qoldi meni. Oxirgi payt ko'p aldavordim-da, o'zi xo'jayinni aldaganim yetadi. Ha, oilaga qarash kerak. Bitta urvor bo'lmasam, ha? Qani, bitta urvorsin. Qani ko'rchi. Mana. O'zimga qoldimi bu jonivorlarda? Siz zdarobkangizga shubha yo'q-ku. Mana bu sizga. Oling. Borasiz. Sizga tayyorladim. Hey, yomonsan, Tohir. yomonsan. Normalniy, oka. Qani. O'tiringchi qani. Siz ham Jurasilga o'xshirkansiz, lekin ha. Voy. Qanaqa shundoq tortib bittada, "Oy, namchi jirni bu?" Baribir ketasiz o'shuncha ko'proq tayyorladik. Mashina chiroyli qilib o'rab bering. Yo'q, qani, olingchi. Bo'ldi. Qalay ketdi? Yondiryapti-yu, etib ham qo'ymaysizlar, qizlarjonlar. Voy, normal. Voy, atmosfera boshqacha-yu, brat. Yo, men ketmasam bo'lmaydi bori. Qolib ketaman-u bu yoqda. Oka, sizni bilganingiz bilgan. Oka. Men kuzatib qo'yay. Mayli. Okamizlarga ishondim xullas. Qalay ketyapti o'zi zo'rmi? Yoqdimi? Biz bilan o'tirsak shunaqa bo'ladi. Oka, yaxshi nastroy sizga men qaytmasam bo'lmaydi, oka. Ko'jonim, atak. Davturash o'taman. Fikring o'zgarib qolsa kelaverasiz. Bo'l, faqat bitta iltimos, oka. Kartada qolgan pulimizni dalsha o'ynab oqizib yubormang, Ha, tatarga. bo'ldi, xavotir olmagin. Hammasi o'tib Bo'ldi, keladi. aka. Takishda bilasan, ha? Qomadingda lekin yomon Siz bo'lardi. qiyon ekansiz. Jurasel xijolat, bratim. Qo'shnilar eshitmasa. Sekin gapir. Bu gaplashamiz. Gaplashamiz. Davay. Ana o'zimiz qoldik. Nima qildi? Dars uramizmi? Nega jim bo'lib qoldinglar? Ha, bo'ldi Hey. menimcha. Uyqu keldimi deyman, ha? Urmaysanmi? Bo'ldimi? Boshim. To'g'riday xonaga. Ha, nima bo'ldi unga? Bilmadim. Uyqusi keldi shekilli. Mayli, qo'yavering. Mana buni urqani? Tayyorlang-chi. Mana hozir. Qani Men boshqa? yasolmayman. Kim? Ochi. Qayerdan kelyapsiz? Turishingizni qarang. Xotinjon, faqat iltimos, xotin aka bo'lmagan, xo'p. Men buni qarang. Kirishdan Yurishingizni qarang. Uyga kelyapman-u, nima bo'lsa ham Soat baqiravermagan. necha bo'ldi? Nechida kelyapsiz uyga? Muhimmas soat. Uydaman-u, muhimi. Telefon qilganimda nimaga qizdan ovozi eshitildi menga? Pashshadan fil yasamagan. Ishim shunaqa. Sizga oila kerak emas. Sizga umuman oila kerak emas. Bugundan boshlab alohida yotasiz. Tushundingizmi? Ko'rish xohlamayman sizni. Bilganingni qil. Брат, доброе утро. Как обычно, капучино. Доброе утро. Хорошо. Spasibo. Kofe. Ha, olib kelishingiz kerak. O'sha aytgan manzilimda bo'laman.
Alo. Ha, aka keldinglarmi? Ye? Alo? Cho'tam katta aka. Ha, ukam. Mani boshim lekin otilib portlab ketayapti-da. Ha, yo'q. Hali ham cho'tdamisiz? Kechagi joydamiz biz. Ha, samniyani yiqima ukam, kiyver bemalol. Yetadi bilasan-ku. Значит, hali ham cho'tdasizlar. Bo'pti. Bo'ldi, tamom, aloqadaman aka. Ha, xotin aka, yana nimaga? Turdingizmi? Kecha qanaqa ahvolda kelganingizni bilasizmi? Kecha soat nechida kelganingizni bilarsiz har holda. Oyoqda keldimi nima bo'lsa ham uydaman-ku. Bunda oilangizga ham vaqt ajratasizmi? Nima bo'lsa ham oyoqda keldimi uyga? To'g'rimi? Kelganingizda qanaqa ahvolda edingiz? Badbo'y hid kelardi sizdan. Nima deb tashlayapsiz? Qayerlarda yuribsiz? Qayerda? Ishda, voy. Qayerda bo'lardi? Ishdan shunaqa ahvolda keladimi odam? Ha, ishdan keyin ozgina boshlovlar bilan o'tirishlik joyi bor edi. Yarim kechasi soat 3 gacha. Qayerda bo'lsa ham-de, men erkak kishiman-ku, maylimi? Erkak kishi degani oilaga mundoq qarash kerak. Uyda nima kamchilik bor? So'raganmisiz biron marta? Qachon so'raganingizni esla olasizmi? Mayli shu zalolat yo'lida adashib yurgan bo'lsam ham, zinodan yiroqdaman-ku, nima bo'lsa ham. Qayerdan bilaman sizni nimadan yiroqda yurganingizni? Voy, shunda gapimni ishonch qolmayaptimi sani uchun? Yo'q. Oilaga ham mundoq qarash kerak erkak kishi. Aniqmi? Ishonch yo'qmi shunda gapimga? Yo'q, ishonch yo'q. Bo'ldi, unda nima kerak bor bu gap so'zni ko'paytirib? Qayerga ketyapsiz yana? Ishing bo'lmasa, Ishim bo'ladi. bor o'zingning ishingni qilgin. Siz baribir odam bo'lmas ekansiz. Mayli, odam bo'lib olsan. Boshlaydi. Qaranglar, nimaga odam narkotik iste'mol qilish tashlagandan keyin yana qayta iste'mol qilib qo'yadi. Bu narsani tashlagandan keyin ham. Buni olaylik, sizda, menda, hammamizda sotsialniy, duxovniy, hammamizda tanamizda 4 ta qismdan iborat. Bu degani biologический bor, psixologический bor, sotsialniy bor, duxovniy bor. Endi odam narkotik iste'mol qilishi boshlagandan keyin mana shu 4 ta sohasi buzilishi boshlaydi. Lekin ko'pchilik lecheniyadan lecheniya qilayotganda hech qanaqa foyda bo'layotgani yo'q deb o'ylaydi. Sabab faqat mana shu biologическийni tiklaydi, lekin bu yerda psixologический, sotsialniy, duxovniy bor. Psixologический bu o'sha aytaylik asabiylashishi, tushkunlikka tushishi, depressiyaga tushishi bo'lsa, sotsialniy bu munosabat buzilib ketishi, bemas'uliyat bo'lib qolishi, ishga bo'lgan e'tibor pasayib ketadi. Duxovniyni oladigan bo'lsa, bu o'sha dinga bo'lgan e'tibori, iymon sustlashib ketishi, irodasi sustlashib ketishi, hammasi shunga kiradi. Lekin ko'pchilik odam nima qiladi? Mana men faqat biologическийni tiklaydi-da, bo'ldi, men bu narsadan chiqib ketdim deb o'ylaydi. Aslida eng katta muammo bu psixologический. То есть 100% aytaylik muammo bo'ladigan bo'lsa, biologическийni tiklash bu где-то 15% ni tikladi degani. Agar psixologический, sotsialniy, duxovniy mutlaqo tiklanmasa, bu degani 85% yana qayta iste'mol qiladi degani. Kimni telefoni bu? O'rtog'ingniki menimcha, bor olib ber. Hozir. Munis? Sanikimidi? Munis? Hoy, tur. Senga telefon bo'lyapti, tur. Qani tur. Turmayman. Soat necha bo'ldi? Qara, sen bilasan-da. Nimaga turg'izmadilaring? Nimaga uyg'otmadilaring? Yaxshi bo'ldimi? Bo'pti.
Allo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Bu detoks markazimi? Ola beshtaman. To'g'ri tushdimmi? Ha. Nima muammo bo'pti? Sizdan bitta narsani so'ramoqchi edim. Aha, nima masalada? Bitta narsa topib oldim. Shu haqda ma'lumot so'ramoqchi edim. Aha, bo'ldi, Telegramda rasmini tashlab. Shunga Telegram orqali sizga yuboraman shuni. Ma'lumot bera olasizmi? Erim menimcha shu doridan iste'mol qilyapti. Qachondan beri iste'mol qilar keldi? Bilmadim. Anchadan beri menimcha. Yoshlari nechida? Yoshlari 32 da. Aha. Bo'ldi, olib kela olasizlarmi? Men Telegramdan siz lokatsiya tashlab yuboraman. Mayli, men o'zim olib boraman. Xo'pmi? Bo'ldi, Telegramdan yozib yuboring, men sizga lokatsiya tashlab yuboraman. Keyin ko'rishib gaplashamiz. Xo'p. Aha, xo'p. Keyin konsultatsiyaga ham kelishingiz kerak bo'ladi. Aha, xo'p, bo'pti, rahmat. Ishqilamanlab yetib oldim-ey. Hali ham uxlamadingizmi, uxlaysan, aka? ukam. Nima degan organizmsizda? Meni mazam o'tirgin. bo'lyapti. Yo'q, mazam. Mana bundan sira zo'rgin. Mana shu hozir lekin. Kelaman shunday. Yana bu tursangiz zo'r bo'lib ketadi. Ha, endi sizga ishongan O'tir. O'z bitta siz uchun qoldi. Trubочка bersangiz. Hozir mana u. Mana taxlangiz siz uchun maxsus. Ana o'zim kelaman shunday. Zo'r bo'lasiz. Bundan zo'ri bo'lmaydi. Ukam mana shuni urib olgan, mana shu oxirgi silak. Halovatni mop qo'ydi-da, boru. Ana undan oqib qoldim, короче. Hozir Voy, aka. kush urib qo'yganman. Ungacha bitta olvorsang, qolgan davom etadi. Ishonaman ekan, aka. O'zim qo'yib bering. Qani, malades. Razgina qolib ketdim ama. Davay. O. Ketadi-yu. Cho'tdan. Qali. Sepadiganinglar ham bor edi-yu. Ozgina qo'ygan, mana u. menimcha shu yerda. Qani olib ko'rchi. Mazza qilasizmi? Вот теперь как надо чувствую. Вот теперь как надо чувствую. Hamma esimdan chiqib ketyapti-yu, aka. Meni qo'ydi olmasligi. Mana bu narsa yomon ekan lekin. Ko'taramiz, aniq-a? Qani, ungacha bo'lsa urib turgansan. Pul tortishimiz kerak. Bo'ldi, aka. Doriga pul. Xo'jayindan so'radim, lamatsa qilib bermadi u ham. Hozir bitta yaqinimdan so'rab ko'raman. Aniq beradi. Davay, o'rgan, men Karta hozir. bor edi, aka. Mana karta bundan bor topish edi. o'rganganman. Keladi. Siraz orqasidan uramiz. No, o'sha qarzlarni yopib yuboryapman-da. Qarzga kirib ketdi shu tatallarda, Ursanchi, U kayf o'z yo'liga. Cho'tki ukam. Sen o'ylamasang-chi. Lekin sen. Men unda bitta so'rab kelay. Davay, qani galasavat qilib Hal ko'rgunchi. qiling. Bugun ham Aqlayli uraylik. darshi, ukam. Bo'ling. Ha? Davay. Hozir, aka, hozir. Ya jigar, aniq. Aniq. Uzoq uchqun jigar, vazirati bilan. O'tib ketmaydi-yu. Bilasan u meni jigar. Bo'pti, o'tib ketmasa O'zi hal qilinadigan narsa-yu. Ishongani bitta sen qolding-da jigar, bilasan. bo'pti, kesang berib Bo'ldi. Sen shundoq lokatsiya tashor, qolib o'taman jigar unda. Bo'pti. Oka, hal qildi. Va okajonim sultonim o'xshadi bor-u. Shu jigarimni aldagan unito bo'ldi. Mujik shayi ukam. Qaytaramiz. Обязательно. Hozir keladi. Bo'ldi, ishondim aka sizga. Dvayno qilib ko'taramiz. Hada. Men buni ham urib o'rgansan. Bo'ldi, mana keldi. Jigara. O'rtoq bormisan? Tuzukmisan? Charchamayapsanmi? Tinchlikmi? Vaqtini oldi. Tinchlik emas-da. Nima bo'ldi? Oiladagi mojaro, ayolim больницаga yotib qoldi-da, boru. O'shanga yordam qilib tur endi. Yaxshimi? Aniqmi? Ayoling bansaga tushib Ishongan qoldi. og'aylarimdan o'zing qolgansan, o'rtoq. Ayoling bansaga tushib qolgani mayli. Unga berib tursak bo'ladi. Prosta ko'chada men har xil gap so'z eshityapman. Choyxonaga bormayotgan ekansan, bolalarga qo'shilmayotgan ekansan. Tinchlikmi, nima bo'lyapti o'zi? Oilada mana bunaqa bo'lib tursa, nida aytadi, jigar. Qaraganda ish qilib to'g'ri yur. O'z yo'liga hamma bilganicha gapiradi-yu. O'zi sen so'ragan pulni olib keldim. Faqat bu ro'zg'ori puli. Bo'ldi, O'rtoq, mana darmonga olma, o'rtoq mana. Bo'ldi, jigarim, ishondim senga. Tez orada qaytaraman, 500 ab yo'lda jigar. Maksimalni xudo xolasa tezroq qaytarsang zo'r bo'lardi jigarim. Bo'ldi, o'rtoq. Ishonching oqlayman. Rahmat. Faqat to'g'ri yur, Bo'ldi, o'rtoq. xavotirlik qilma, o'rtoq, davay. Bo'pti, charchasan.
Men keldim. Aha, hozir. Qatas. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kevring. Keling, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimiz, keling, o'tiring. Rahmat. Assalomu Ha, alaykum. yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima muammo bor? O'sha gaplashganimizday xo'jayinimdan xavotirdaman. Juda ham o'zgarib qolganlar oxirgi paytlarda. Yoshlari nechida? Yoshlari 32 da. Aha. Kayfiyatlarda o'zgarishlar bo'lmadimi? O'zgarishlar bo'ldi. O'zlarini tutishda o'zgarishlar bo'lyapti. Qachondan boshlandi bu narsa? Uni anchadan beri topib olyapman, to'g'risini aytsam. Topib olgan Mana narsangizni olib shunisi. keldingizmi? Hozir. Cho'ntaklardan topdim. Uydan ham juda ko'p topganman. Ha. Ko'zlari qizarib kelmayaptimi? Xarakterda qanaqa o'zgarishlar bor? Agressiya juda ham kuchli. Bizga nisbatan, oilasiga nisbatan o'zgarib qolganlar, juda ham. E'tibor bermayaptilar umuman. Pullar qayerga ketyapti bilmayman. Uyga pul olib kelmay qo'yganlar umuman. Oyliklarini ham ko'rmaymiz. Uyqulari kech kelyaptilar. Ba'zi tongi saharga yaqin keladilar. Xarakterlarda o'zgarishlar bormi? Agressiya juda ham yuqori. Har narsadan jahllari chiqib ketadigan bo'lib qolganlar. Avval unaqa bo'lmagan. Yolg'on gapirishlar ko'payib qolmaganmi? Ha, aldaydilar. Ko'zlarida xuddi bir vajohat bordek ko'rinadi. Kechalari kelmaydilar ba'zida. Tongga yaqin kirib keladilar. Men so'rab telefon qilsam har doim ayollarning ovozi eshitiladi, diskotekaning ovozi eshitiladi. Uyda janjallar ko'ziga bo'lyapti. narsa ko'rinishli, shunaqa narsalar kuzatilmadimi? Vahima qilyaptilar. Uyqusida alahsirashlar bo'lyapti. Qarang opa, tushundim. Otingiz nima edi? Durdona. Durdona opa, qarang. Mana bu narsaga odam 3-4 oyda kelmaydi. Bu degani uzoq muddatdan beri iste'mol qilyapti, skорее всего. Chunki bu hozir eng oxirgi stadiyada. Agar sintetik iste'mol qilayotgan odam bo'lsa, bu уже yetib keldi degani. To есть qaramli kasallikning 4 ta stadiyasi bor-da. Boshlanishida hamma narsadan boshlaydi, alkogoldan boshlaydi, sigaret chekishdan boshlaydi. Keyin tabletka ichishga o'tadi. Keyin boshqa rastitsilniy narsalar chekishni boshlaydi. Lekin hozirgi zamonda eng kuchli, eng jiddiy narkotik mana shu sintetika bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylashim bo'yicha, menimcha sal kechroq tushunib sezib qolgansiz bu narsani. Hali ham lekin bu narsani topib nima qilganingiz bir sabab bo'pti-ku, lekin agar hozir bu narsani oldini olmasak, keyin oqibatlari juda ham chuqurroq bo'lib ketishi mumkin. Yana ham jiddiyroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Davolasa bo'ladimi? Davolasa bo'ladi, faqat men bilishim kerak, hozir agar bu yoqqa o'zlarini chaqirsangiz keladilarmi, yo'qmi? Vrachga borib keling yoki doktorga borib keling siz keladilarmi, yo'qmi? Shuni bilish kerak. Yo'q. Umuman qabul qilayotganlari yo'q, inkor qilyaptilar. Yo'q. Umuman suhbatlasha olmayapman. Даже kontaktdan bo'layotgani yo'q. Hech aytib ko'rdingizmi o'zi bir ko'rinib kelaylik deb? Sizga nima bo'lyapti deb so'radim. Lekin o'zlarini oqlaydilar. Men yaxshiman. Meni aldab chiqib ketadilar-da. Xullas tan olmaylar, Yo'q, o'zlarida umuman muammo tan borligini olmaydilar. tan olmaylar. Yo'masam qarang. O'zi sintetikaga o'tirgan odamni 90% bu narsani tan olmaydi. Chunki miya bu narsadan ajralgisi kelmaydi. Shuning uchun biz xususiy klinikamizda shartnoma asosida ishlaymiz, litsenziya asosida ishlaymiz. Majburiy olib ketishimizga to'g'ri keladi. Faqat sizga ham ozgincha qiyin bo'ladi, ularga ham ozgina qiyin bo'ladi. Chunki lecheniya juda ham uzoq muddat o'tadi, где-то 6 oylar ketadi. Faqat unga sizlarni yoki ota-onaning roziligi kerak bo'ladi. Agar sizlar shartnomaga qo'l qo'yib bersanglar, keyin olib ketishimiz mumkin. O'shaning uchun sizga eng to'g'ri bera oladigan maslahatim, ota-ona hayot bo'lsalar, boringda yotig'i bilan tushuntiring. Agar tushunmasalar, menga telefon qilishsan yoki kelishsin. Bitta yaxshilab maslahatlashib keyin kelsanglar, ularning roziliklari shart emas. Chunki unaqa insonlar mustaqil to'g'ri qaror qabul qila olmaydigan insonlar hisoblanadi. O'shaning uchun agar sizda hozir sog'lom fikrlash bo'lsa, ularda yo'q. Agar ularning tuzalishlarini siz xohlayotgan bo'lsangiz yoki oilani saqlab qolishni xohlayotgan bo'lsangiz, siz kafil turib shartnomaga qo'l qo'yib bersangiz, keyin biz o'zimiz majburiy olib ketib, majburiy davolab beramiz. Xudo xolasa rezultat bo'ladi. Unda men uydagilar bilan, qaynona, qaynotam bilan maslahatlashaman. Uydagilarga tushuntiraman yotig'i bilan. Agar ishonishmasa, siz bilan bog'lanaman. Ha, bo'ldi. Nima savol bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, rahmat. Xo'p. Xo'p, buni hammangiz tushundinglar. Qaramlik qatdan qanaqa ta'sir qilishini, savol bo'lsa sirasiga turinglar. Xo'p. Xullas, hozir men tolerantningiz qanaqa o'sishini aytib beraman. Tasavvur qiling, babim birinchi marta uzoq muddat pul yig'ib bitta mashina oldingizda qanaqa xursand bo'lib ketasiz. Xuddi shunaqa narsa. Olaylik mayli 100% baxt deb olaylik. Endi misol uchun-da, nimaga odam narkotik iste'mol qilganda bittada nerealniy xursand bo'lib ketadi.
Xuddi mana shu 100% li narsani bitta iste'molda где-то 1000% gacha chiqib ketadi. Shuning uchun mana shu eforitskiy pamять degan narsa miyada qolib ketadi. Lekin bu narkotik tarqaganidan keyin oddiy odamlarning настроениясini shkalasi mana bunaqa dinamikasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, narkoman odam bitta iste'mol qilgandan keyin, dori tarqagandan keyin bu srazi tushadi. Bu degani qanaqa diagnoz? Глубокая depressiya. Bittada odam tushkunlikka tushib qoladi, xavotirga tushadi. Tushunasizlar? Keyin bu depressiyadan chiqaman deb yana bitta iste'mol qiladi-da, o'sha ikkinchi marta ichganidan keyin mana bu qachon chiqmaydi. Mana shu yerda qolib ketadi. O'shani hisobiga doza o'sishni boshlaydi. Boshda bitta ichvosiz, ta'sir qilmayapti. Ikkita ichvosiz, ta'siri yo'q. Uchta ichmayapsiz, keyin o'sha boshqa narkotikka o'tishni boshlaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa pastga tushib oxiri prosta odam o'zini oddiy odamga o'xshab his qilish uchun ichishni boshlaydi. To есть o'sha boshda eforiya, kayf, huzur, halovat olish uchun ichmaydi-da, prosta odamni turib gaplashish uchun, ish qilish uchun ichishni boshlaydigan narsa bo'lib qoladi. Sizda ham misol, iste'mol qilganingizda boshqacha ta'sirot bo'ladi-yu. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ha, shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Tabletka ichganingizda birinchi marta qanaqa hissiyot bo'lgan? Azar tortgan, okey. O'zingizni uverni his qilasiz, boshqa qilasiz. Keyin yana tortadi, kayfiyat ko'tariladi, ishlagingiz keladi, energiya nereallik. Sintetika bo'lganmi orada? Yo'q. Sintetika qilib ko'rmadingiz. Mevs ko'ris. Yo'q. Siraz gereyinga. Gereyin xillashni boshladingizmi? Yo'q. Siraz tiqishni boshladingiz. Xo'p. Sizlar shunda 1 yil bo'ldi gereyinda, to'g'rimi? Shunaqa. Yoshingiz nechida? 26. Hali uylanmagansiz yoki uylanganmisiz? Oila qilish niyat bor, to'g'rimi? Ha, bor. Nimaga? O'zi yaqinda yotib ketgan ekansiz-ku, chiqib siraz qilib qo'ydingizmi? Geri qiynab-yoradi, lomkasi. Nima o'tadi ichingizdan? Ha, endi hammaga har xilda, okey. Kimlardir qaltiraydi. Shunaqami? Alo. Assalomu alaykum. Ha, xola, assalomu alaykum. Kelarkanlar bugun? Ha, kelarkanlar. Soat nechiga? Menimcha 8larda. Bo'ldi, kakras men ham hozir chiqib ketaman-da, bo'lmasam. 7lik o'sha yerda bo'lamiz Ahrana bilan, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi, lokatsiya tashlab qo'ying, men boraman. Bo'ldi, xo'p. Alo. Sizga lokatsiya tashlab qo'ydim Telegramingizdan. Soat 7:30-8 gacha uzoq o'sha yerda bo'lish kerak. Ani bola kelibdi o'sha uyiga. Men ham hozir bo'tdan o'taman. Bo'p, o'sha yerda ko'rishamiz. Bilad. Yana o'xshamadi. Kim? Qarab o'rgin. Ay, izvordi bu ham. Qolmayshib. O'tir chiqani. So'rashuvdi-ku. O'tirib olgin. Men qara, seni ishlash niyating bormi yoki yo'qmi? Nima qilib o'tiribman bo'lmasa, havoganiyat qilib o'tirganim yo'q-ku. Ko'rvoz, klient kutib o'tiribman aytganingizdek. Uxlamaganman men shu. Bir qism topaman deb chiqqan joyim. Nujdadaman hozir. Odam uxlamasa bunaqa ko'rinishda bo'lib qolmaydi. Agar ishlash niyating bo'lmasa, o'rningga boshqa odam topaman. Siz gumonsiramang deb prям aytavering, undan ko'ra bu yoq minnatga kirib ketyapti-yu. Minnat emas. Xullas, bugundan boshlab sen bo'shsan. Meni qandoq tushunding? Sekin narsalarni yig'ishtirgin, ishxonadan chiqib ketgin. Oxiri o'zingiz aytdingiz shu gapni. O'zim aytdim shu narsani. Primerni kutib turuvdim. Nima bo'lganda ham hurmatingiz bor-da endi, qo'pol qilib aytaman. Ishingizga ham, bu soxta nasihatlaringizga ham-da. Tez narsalaringni yig'ishtirib,
Surbut. Xudo aka, Tushundingmi? joningiz o'zizga omonat. O'zingni bosib olib gaplashman bilan. Men o'zim dema. Ketmoqchimisan? Пожалуйста. Surbutda. Mayli. Sandaqa ishchilarni boridan yo'g'i yaxshi. Alo, Alo. kelib qoldingizmi? Ha, keldim, shu yerdaman. Chiqaveraymi unda? Bo'la qol. Men shu yerdaman. Xo'p, bo'pti, chiqyapman. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every Ana single doubt. chiqdilar. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I'm not. Ozga shunaqa ham bo'lasanmi? Oz. Ketdi. Tezroq Better back bo'ling. off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Mamuni ko'r. Can't pin me down. I'll be Ganu. getting out, never doubt. Now what I'm about, I just Get feel loud. to. It be raining now, I keep making sound. But we'll never down, something about it. Can't stop me now. Ukam, perjivat qilmagin, хорошо? Perjivat qilishga o'rin yo'q. Xullas, bugun juda ham zo'r odam o'xshaydi. Yo'q, o'xshadimi barro'ki? Qo'ymaysiz siz. Qanaqa qilib o'xshatmasligim mumkin. Menga qaranglar, men shunda uyga kirib chiqaman-da. Kiyimimni almashtirib. Endi alchi. Bayram. Gap so'z yo'q. Bo'ladimi? Zo'r. Bayramsiz. Davud, Bayram o'zi biza bilan ekan-ku. Bayramda o'tirib bo'ladi. Shunday kirib chiqaman, ha? Baraman. Mayli, Tezlashing faqat. shu yerdan. Обязательно. Bo'ldi. Cho'chini o'zi olgan xalq bo'lgan. Bo'ldi, gap yo'q. Ich o'tam. Продолжаем, окей, продолжение следует. Начинаем. Xavotir olishga o'rin yo'q deyapman, deyman menga. Bo'ldi, Ishga bo'la urilgan. qolsangizchi. Pul bor. Faqat bayram qilib berish kerak tamom. Bo'ldi, gap yo'q. Короче, bugun mazza qilamiz, to'g'rimi? Bo'ldi, bayram. Okey, o'zi aniq shotmidi? Hozir. Mana shu atrofda bo'lish kerak. Olamizda ketamiz. Men bu to'xshavotdi. Ko'ryapsanmi? Hozir. Okey. Mana ko'rgin shotga o'xshavotdi. Ha? Ko'ryapsanmi? Mana men bu. Shotmi? Ko'rginda. Yerdami? Shunda olasan bo'ldi, qarab turaman. Voy, topdim. Topdingmi? Ketdi. Besh oling. Uf, men buncha qolib ketishdi. Vot. Yes. Nima qildinglar? Bo'ldimi? Da, bo'ldi. Xavotircha qilma. Oching, bo'lib qoling. Ochingmi, aka? Конечно. Hozir. Ochaymi deb so'raydimi? Shuni ham so'raysanmi? Hop, atak normalli, da. Da. Ну да, qani, ko'rishi. Hop. Mana. Oy, san bitta tortib qani, oling ekan. mana bunda olchi. Qani? Nima bu? Nima berdinglar menga? Bu boshqa narsa yo'q. Uf. Nimagadir yuragim tez urib ketyapti. Okey bu. Voy. Voy, Sakina, voy, Saki o'zingga kel, qo'rqitma meni. Saki. O'zingga kelsanchi. Nima bo'ldi bunga, aka? Aka, Sakina. O'zingga kel. O'zingga kelsanchi buni. Shu omadini. Ana uni vizitkasini olgan. Ha, o'sha yerda edi, xo'p. O'tes. Ana u sotsiologmi, psixologmi? O'shani olgan. O'sha. Saki o'zingga kelgin, odamni qo'rqitma. Telefon qilgan o'shani bergan. Menga qara, Saki. O'zingni bos. O'zingga kelsanchi. Ey. Saki qo'rqitmassan-u. Qani bo'l. O'zingga kel, hozir. O'zingga kel. Davay, olib bor. Voy, bilin. Shu metroda. Yabrashgan o'zi hal qiladi. Men surdim.
ozgina chida. O'zingga kel. Kim bor? Voy, Ibrohim boring, chiqardan olib keling. Mazasi bo'lmayapti. Murdili. Oka bilmadim, men o'zim bilmayman nima qilganimizni. O'zim ham shok demoqqa. Sizni xatni ko'rganman. Ushbu kontent O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 56-3-moddasi, 273-moddasi va 276-moddalarida belgilangan talab va qoidalarni buzmaydi. Kontentda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar, shuningdek ularning hisoblanmaydigan, ammo kuchli ta'sir qiluvchi turlari targ'ib qilinmagan. Shuningdek, ulardan foydalanish, tayyorlash, saqlash, egallash, tashish yoki tarqatish kabi qonunga xilof harakatlarni oqlovchi, rag'batlantiruvchi yoki qo'llab-quvvatlovchi mazmun mavjud emas. Bundan tashqari, mazkur kontentda hech bir insonning sha'ni, qadr-qimmati yoki shaxsiyati qoralanmagan, kamsitilmagan va tuhmat yoki haqorat unsurlari yo'q. Kontent faqatgina axloqiy, madaniy va ijtimoiy ma'lumotlarni tarqatish maqsadida yaratilgan. Bor edi imkon, bo'lishing mumkin edi yaxshi inson, hayoting qora-qora, ahvolingga qara-qara. Axir bor edi imkon, bo'lishing mumkin edi yaxshi inson, hayoting qora-qora, ahvolingga qara-qara.